құрметті ұстаздар, қонақтар және бүгінгі сайыстың басты кейіпкерлері, ақылына көркі сай ару қыздар. Бүгін біз мектебіміздің көз қуанышына айналған инабат пен ибаның сұлулық пен шеберліктің үлгісін көрсететін ару қыздарымыздың өнер сайысын бірге тамашалайтын боламыз. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar va aziz o'quvchilar. Biz o'z mahorati, ta'bi va qobiliyati bilan dillarga shodlik baxsh etadi. Olay bo'lsa 9-chi sinf qizlar arasida bo'lib o'tadigan qissani bayqon boshlaymiz. Tadbirimizni ochib berish uchun so'z navbatini maktabimiz tarbiyaviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Ergash Fabroriga beramiz. Ana hozir 9 qizlar orasida barliq qizlar bellashuvini boshlash arafasida turibmiz. 9 sinf qizlar versiyasiga omad tilaymiz. Bellashuvimiz hakamlar tomonidan odilona baholashni so'rab qolamiz. Va xalosa aqlliqlar, balliliklar, bo'lmasa ijodkor komanda g'olib qolishini so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Bugun sahna to'riga chiqadigan har bir to'pning o'z a'zoi urani bor. Har qaysining ortida bir tarix, bir armon, bir umid yashirilgan. Ularda o'zaro birlik, do'stlik va hamjihatlik yashaydi. Shunday ekan, biz birinchi shartimizni boshlaymiz. Har bir guruh o'z nomi va shiori bilan tanishtiradi. Olay bo'lsa o'rtaga 9-chi A sinf qizlarni chaqiramiz. Arularimiz, bizning uranimiz aspazlar aruvi. Biz bekerdan bekerga o'zimizni aspazlar aruvi deb atamaymiz. Sebebi biz kez kelgan taqamda damda ari ajemi yetib dayındaymiz. Sizlarning hurmatlaringizga 9-chi A sinf o'quvchilari. Biz damda dasturxon. Biz bu dasturxonda tabiiy, tozadan sog'liqqa foydali umrda ko'zlaymiz keladi. Damda dasturxonda alvon turda jemishlarning bo'lуы tek damdagina emas, sonымен birga sog'liqqa foydali. Bizning maqsad odamlarga tek damda emas, foydali tamoqlanishni ko'rsatuv. Sol sebepdan biz taqdirda damda dasturxon deb qo'ydik. Ish sharaga xo'sh keldingizlar. Bugungi ish sharada biz tek qanday qizlar bo'lib qattiq o'tirganimizdan sizlarga o'z tilaklarimiz bilan sa'tlik tilaymiz. Men Shamidinova Dinara, 9-chi G sinf o'quvchisi bo'laman. Mening qurbolarim Saidahmetova Mehruza men Quronbayeva Zarina. Ikkovida aqlda ko'rkim, qizlarimiz maqtanish deriyim. Sahnada jarqirab tur ular, qo'shimlikka loyiq bo'ldarinda. Bugun biz 3 qiz bo'lib bo'lsak, bayqovga qattiq o'tiramiz. Qolgan do'stlarimiz bizda o'z qo'ldavlarining qo'ldab o'tir.